Bugun ozgina vaqt ajratib, ba'zi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qoldirib turing. Parda ilinadigan joydagi registr devoridan 13-14 sm chiqqan. Pardalar direksiyaga tegmasligi uchun relslarni maksimal devordan uzoqlashtirmoqchimiz. Shuni yangi teshik ochamiz. Rels o'zini kranchligini bunga o'rnatamiz. Buni qo'yganimiz sababi bu 18 lik. Rels o'zini radnoy ikkitaligi noshkasi ham 18 bo'lmaydi. Kamroq bo'ladi. Shuning uchun buni ishlatyapmiz. Ortiqcha boltlarni kesib tashladik va oq kraskaga bo'yadik. Mana bu qora turgan savarezlar ham kraska qilinadi. Qop-qora nuqta bo'lib qolmasligi uchun. Keyingi xolamizda ham shu holat. Baquvvat uzun kranchtenlardan foydalanib, karnizlarimizni devordan 28 cm gacha uzoqlashtirganmiz. Uy egasining roziligi bilan kranchtenlarni kelgan ustiga olib, natijada patolog bilan karniz bagetmalarimiz orasida hech qanaqa bo'shliq qolmagan. Bu tomonlari kelgan ichiga kirgizilgan. Burchaklari xuddi patologga urilganday bo'ladi va xonani ham baland ko'rsatadi.